Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan bugun yana efirda Qadambay. Bugungi videolarimizda yana shu Yevrozaborni takomilroq videolarni ishlab chiqdik va sizlar bu videoda ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishlaringiz mumkin. Har xil razmerdagi Yevrozaborlarimiz jahon standartlarini javob beradi. 3 ta formatda ishlab chiqarilgan, asosiysi Toshkentda ishlab chiqarilgan, kraskasi yaxshi, 1-2 oydan oqarib zanglab qoladigan kraskalardan aytilmagan. Yana nodab ma'lumotlar berilgan ekan. Xohlagan razmerlar esa bor bizda. 1 metrdan 2 metr, xolosa fazakaz bo'lsa 2,5 metrgacha ishlab berishimiz mumkin. Simlarni har xil qirollikda bor, 2lik, 3lik, 4lik, 5lik simlargacha ishlab beramiz. Va kletka oraliqlari 5 ga 20, 7 ga 20, 2 ga 2, 2 ga 1 xohlagan razmerlarda ishlab berishimiz mumkin. Narx-navolari o'tgan videolarimda ko'rsatib o'tganman. Narxlarimiz o'ta qimmat emas. Nima deydi? O'zlaringizni hozir bozordan kelib chiqqan holatda o'zlaringizni liboy yerdan bizning narxlarimizni arzon qilib qo'yamiz. Chunki biz ikkinchi qo'l emasmiz. Birinchi filialligimizni yana qaytadan eslatib o'tishni joizlab ko'rdim. Bize bilan bog'laninglar. Har qanday ma'lumotlaringiz, har qanday savollaringiz bo'lsa, bize albatta sizlarga xursand bo'larak bu javob beramiz. Yana nima qo'shimcha aytib o'tishim mumkin. Bize bilan bog'laning, telefonlarimiz +99 899 122 61 13 telefon raqamlarini qo'ng'iroq qilsangizlar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Keyin shu kanalni ko'rib, shu kanaldan da telefon etsanglar, albatta aksiyalarimiz bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.